Azizlarim, bugun 13-aprel bo'lyapti. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar. 6 sotik, azizlarim, to'rt burchak, tekis, hech qanaqa ikki sana emas, 5 xonaga beton qo'yilgan, o'rtada mana koridori 2,5 metrli azizlar. Xo'p, narxi $23.500. Achini 4-ko'chasi ham deyapman, 5-ko'chasi ham deyapman. Ikkovining o'rtasi uyimiz yo'lni bo'yiga qaragan aka berinda. Yo'limiz juda ham keng azizlar. Mana shu videoga befarq bo'lmanglar. Juda ham arzon. To'lqa bugun 13-aprel. Zudlik bilan sotish kerak. Bugun sotilib ketadi azizlarim. Hech qanaqa 3 sotik emas, bu 6 sotik tekis bo'lyapti. Xo'p, $23.500. Buni yonida yana bitta kichik o'g'illariga ham chek olib qo'yaman desanglar, yana bitta ona pasta chekimiz bor. Uni $21.000 deyapmiz. U ham 6 sotik. Qizil kitoblari zo'r azizlarim. Ertaman borib turib, bitta yuridik tekshirib turib o'tkazib bera oladi. Bu 4-ko'cha, 5-ko'cha deyotganimizda qaranglar. Pochtaga chiqasizlar, o'nadir. Pochtasiga chiqib to'g'riga yurib, suv omboriga taqalib azizlarim, burilasizlar, chap tomoninglarda sanam kelaverasizlar. 1, 2, 3, 4, 5-ko'chadan kirasizlar azizlarim. Qaranglar, yo'q, bu tomondan kirmayman desanglar, pochtamizda Mol bozor tomondan kelsanglar ham bo'ladi. Mol tomondan kelasizlar azizlar. Bu 1-ko'cha deb hisoblanadi. Kirpishli zavodda oldidan kirib kelasizlar, Mol bozor yo'lidan. Juda ham yaxshi qo'shnilarimiz уже kelib yashayapti azizlarim. Havolari toza, bu yerda 6 sotikdan 12 sotik sizlarga topib keldim azizlarim. Bunaqa narxga faqat bizni kanalni kuzatib turaversangiz chiqaveradi ekan. Bitoni bilan $23.500 ko'p emas, ozgina kami bor azizlar. Bu yerda ikkita chek dedim-ku, yana bitta $21.000 chekimiz mana azizlarim. Bu Selovoy ekan, Abdulla Ochiqulli ekan demanglar. Bu yerda уже qo'shnilarimizni qaranglar, to'ldirib kelyapti. Ana aka yaqinlashtirib beringda, o'na uyning ichidan sanisidan ariq o'tib ketaveradi. Juda ham yaxshi-yu azizlarim. Undan keyingi chekimiz mana bu beton bo'lyapti. $23.500. Azizlarim, adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, ashi hamma bilgan O'nadir, ashi hamma bilgan Achini boshlanishi bo'lyapti azizlar. 4-5-ko'chaning o'rtasi bo'lyapti. Yana qaytarib aytyapman. Pochtaga kelib turib, chapga bo'lib Mol bozor tomon bilan kiraman deydigan bo'lsangiz, mana azizlarim. Yo'limiz juda ham keng ekan. Yo'lni bo'yida bo'lyapti azizlarim. 6 sotikdan ikkita bo'lyapti azizlarim. Bittasini betoni bor, bittasiniki yo'q. Men tomondan kelsangiz 1-ko'cha bo'lyapti, meni orqam 5-ko'cha bo'lib hisoblanyapti. Mahalla qalin azizlar, polniy suvdan sveta muammo yo'q. Qo'shnilar kelib уже yashayapti ekan. Betonlarni mustahkam qilib qo'ygan ekan. Telefon nomerlarini yozinglar, albatta akamizga telefon qilinglar, kelinglar, ko'ringlar. Bunaqa narxga hadib uchira olmaydi. 0551 043809. Qaytaraman, 0551 043809. Azizlar, mana shu videoga befarq bo'lmaymiz. O'zingizlar olmaydigan bo'lsanglar ham, albatta achidan chek bo'lsa olardim deb pullarni to'plab o'tirgan qarindosh urug', mahalla ko'y qo'ni-qo'shnilarga jo'natib olinglar azizlar.